Bugungi mehmonimiz Milliy Edu asoschisi Shahzodbek O'ktamjonov. Bu yerda ko'pchilik ko'zdan qochirishi mumkin, lekin bu joy juda ham ancha bu yerda ancha o'quv markazlar bo'lgan. To'xtab qolmadik, ya'ni hozir 200 ga yaqin. 200 ta o'quvchi. Bu Instagramimiz yaxshi yurgizamiz bizani. shu hali Instagram tarmoqlarini kuzatib, Endi oldindan havas qiladigan. Men kimlardan kelyapsizlar bu qaranglar. 16-17 o'quvchi bor. Fanlar bo'lsa, asosan tillar. Bularning turli hammasini aytganlar. Haqiqatan bor. Hammasini aytganlar, aylanma beramiz. Assalomu alaykum bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz. Bugun gaplashib o'tiribmizda loyihasi 3-soni. Bugungi mehmonimiz Milliy Edu asoschisi Shahzodbek O'ktamjonov. Aka, xush kelibsiz. Taklifimizga yo'q demaganingiz uchun rahmat avvalo. Sizlarga taklif uchun rahmat avvalambor. Bugun hamma yo'nalishda o'zi olib kelyapmiz-da, an'ana bo'lib qolyapti bizga. Hani juda ham biznesmen yoki blogerlar bilan suhbat o'tkazish. Lekin o'quv markazida ko'pchilik kutmoqda. Bugun mana o'quv markazi asoschisi bilan ham olamiz. Juda ko'p endi Asakada ko'proq ota-onalarimiz ko'radi. Shularga bir tavsiya, yangilik, iloji bo'lsa manfaatli podkast bo'ladi bu safar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Milliy Edu ochilganiga necha yil bo'ldi, qancha bo'ldi? Milliy Edu yaqinda tashkil qilingan. O'zimizda u yerda o'quv markazi bor edi, rebranding qildik. Noyabrda birinchisidan mana bir 5 oy bo'lyapti endi. 5 oydan beri faoliyat yuritib kelyapti. Ha. Milliy Eduda hozirgi kunda qancha o'quvchi bor? Noyabrda olgan paytimizda 70 ta o'quvchisi bor edi. O'zi qishdan bir amallab chiqib olish o'zi katta gap, lekin biz to'xtab qolmadik. Ya'ni hozir 200 ga yaqin. 200 ta o'quvchi. Bu juda ham katta ko'rsatkich. Bu yerda manzili shu shahar poliklinikasining oldida Milliy Edu. Albatta kelib, sizlar ham farzandinglar bersanglar bo'ladi. Juda ham adashmasam o'qituvchilarni ham ijtimoiy tarmoqda kuzatdim. O'qituvchilari ham juda ham yuqori darajada. Instagramimiz yaxshi yurgizamiz bizani. Shu hali Instagram tarmoqlarini kuzatib taklif qildim. Taklifga yo'q demadi va keyingi savolimiz nechta o'qituvchi dars beradi va qanday fanlar bor? Taxminan 16-17 ta o'qituvchi bor. Fanlar bo'lsa, asosan tillar, rus tili, ingliz tili, koreys tili, arab tili yo'q, nemis tili. Nemis tili bormi? Nemis tili ham bor. Shuni aytib o'tib ketay, Asakada o'quv markazi borlar, eshitdinglar. Hali kuni aylanvardikda hamma joyda nemis tili umuman yo'q. Ishonasizmi? Bitta akamiz chet elga ketmoqchi bo'lgan, chet elga ketadigan bo'lgan, shu nemis tilini o'rganib turib 1-2 oy degan, lekin juda ko'p joyda aylandik, nemis tili yo'q. Bunday kurslarda bilmadim, ko'paytirish kerak. Hamma fandan ko'paytir. Aniq fanlar ham bor, matematika, ona tili. Matematika bor, ona tili adabiyotlar yo'q. Matematika bor, robototexnika bor. Asakada 2 ta o'quv markazida bor. Xolos, undan bittasi bizda. Robototexnika bor. Yaxshi, bu yerda ko'pchilik ko'zdan qochirishi mumkin, lekin bu joy juda ham ancha bu yerda ancha o'quv markazlar bo'lgan, adashmasam sizlardan oldin ham taraqqiyot bo'lgan asosiysi. Hamma biladi taraqqiyot deb. Albatta. Xo'p, keyingi anaqamiz Instagramda o'zingizlar yurgizasizlar-da, to'g'rimi? Shaxsan o'zim. O'zi yurgizasiz. Hali o'quvchi qabul qilish Instagramdan ko'proqmi yoki oldingizga olib kelib ko'proq nima beradimi? Hozirgi paytda o'zlari offlayn ravishda kelishadi, lekin ularda aksariyatini ko'radigan bo'lsak, onlayn ko'rgan, shu orqali keladi. Demoqchi bo'lganim, sizlarda o'quv markazinglarda SMM xizmati ham shu Instagram tarmog'idan ham hali ko'rsatkichini bilish. Juda ko'plarida, misol uchun o'zimiz ham turizm sohasidamiz, Asaka turizmda ham ko'p klientlar, mijozlar Instagram tarmog'idan ko'rib keladi, Telegramdan ko'rib keladi. Shunga so'raganim, sizlarda ham anaqa SMM yo'nalishinglarda jalb qiluvchi yo'nalishda bor. Bu taraflar natijada yaxshilanib borgan sari. Bolalardan eng ko'pi o'g'il bolalarmi, qizlarmi hozir o'qiyotganlar, ko'proq foizlari va nechinchi sinflar deb o'ylaysiz? Haligi endi o'qishga kiradiganlar tayyorlanyaptimi yoki yoshlarmi? Bizda asosan yoshlar, kattalar ham bor, kattalar asosan kech payt kelishadi, ya'ni 2-smenda. Demak, 2 ta smen o'qishinglarda. Buni tashkil qilish necha kishi tashkil qilgansizlar buni? O'quv markazidami? Ha. Akam va men. Ikkovinglar shu darajaga yetishib. Hozir akamda yana boshqa alohida o'quv markazi bor, shuning uchun bu yerda faqat menda boshqaruv SMM polnosti
menejment meni qo'limda. Meni obunachilar unga havas qiladigan, men kimlarni olib kelyapman sizlar, o'n qaranglar. Kimni so'rasanglar olib kelman. Asaka turizm asoschisi o'tdi, Asaka taksidagilar o'tdi. Shunday biznesmen o'zini bir qanaqadir darajasiga yetishganlarni olib kelyapman. Hali ham obuna bo'lmaydi bularni. Ko'rib o'tiringlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, tez-tez like bit urib qo'ysanglar va kommentariyada keyingi keladigan odamimizni ham yozinglar, kimni chaqiraylik. Aytganinglarni olib kelamiz. Va sizga savollarimiz davom etadi. Men qiziqtirib qo'yasiz. Men ham o'zi anaqa o'ylayman-da. Men ham qaysidir kasbga ega bo'lmoqchi bo'lganman, lekin meni yo'ldan qaytarganlar ham bor-da. Endi shuni maktabini ochmoqchiman men. O'zim qanaqadir o'zim ixtisoslashtirilgan, biz o'qimadik, endi bizdan keyingilar o'qisin deb biz ham kattalarni gapini qilib o'quv markazi ochmoqchiman. Nimaga e'tibor berish, shuni ayting. Birinchi o'rinda o'quv markazi o'zi nomidan kelib chiqib, bu o'qish. Demak, unga eng asosiy qaratiladigan narsa bu birinchi o'rinda kuchli, sifatli ta'lim beruvchi ustozlar bo'ladi. Joylashuv yoki komfortligi ikkinchi darajada. Chunki bola o'qish kerakmi, unga faqat ustoz kerak. Agar kuchli ustoz bo'lsa, ko'chada ham o'tib ko'radi, ularga farqi yo'q. To'g'ri, bo'ldi. Birinchi o'rinda ustoz va uni natija chiqarib beradi. Natijani o'zi reklama. Eng asosiy reklama bu natija. Xo'p, sizlar o'qitayotgan o'quvchilarda, sizlarda tahsil olayotgan o'quvchilarda keyinchalik yurtimizga manfaati tegadigan o'qituvchilar chiqishi mumkinmi? Albatta. O'zi aynan shu yurtimizga foyda keltirishi kutilayotgan o'quv markazi nomi ham shunga asoslanib ochilgan Milliy Edu. Bekorga milliy emas, o'zi milliyni o'zi qilmoqchi edik, milliy bo'lmaydigan, shuning uchun Milliy Edu deb qo'ydik. Nima desam bo'ladi? Hozirgi rivojlanayotgan paytda kim o'zligini o'tkaza olsa dunyoga o'sha taraf yutib ketyapti. Misol uchun hozir g'arb taraf kuchayotgani uchun bizniki ham millatimiz g'arblashib ketyapti. Ya'ni madaniyatimiz o'zgarib ketyapti. Men buni saqlab qolib, ham zamonaviylikni, ham milliychilikni uyg'unlashtirgan holda men o'quv markazi nomini milliy qo'ydim va iloji boricha har bitta narsaga, detallarga shu milliychilikni qo'shib boryapman. Hozir ota-onalar, anaqa boshqa bir bolalar anaqa qaramaydi-da. Siz aytmoqchi, haqiqatan zo'r o'qituvchi bo'lsa, ko'chada ham o'tib ko'radi. Hozirgilar komfortiga qaraydi, joyiga qaraydi, konditsioneri bormikan, stol yaxshimikan, eskimasmikan, unaqa haligi o'qituvchini u menga nima bera oladi degan narsa yo'q-da. Haligi komfortiga qarayapti. Ota-onalar ham sizlar shuni tushuninglar. Biz bu narsani qilishimizdan maqsad shu narsalarni zo'rini sizlarga olib chiqib berish. Nimaga boshqasini emas, bu akani chaqirganmiz? Chunki bu aka meni oldimda o'tirgan bir inson qaysidir darajaga yetishganki, nimanidir biladiki, chaqirib olib kelyapmiz. Bundan sizlar unumli bir, foydali bir, manfaatli bo'lib qolsanglar, biz xursand bo'lamiz. Xursand, albatta. Maqsadimiz ham shu. Shu haligi bir bolalar ana chiroyli ekan, mayda chiroyli ekan, mayda ko'p qiz o'qiy ekan, mayda chiroyli bolalar bu narsalarga qaramas kerak. Bu faqat hali o'qituvchiga ham bog'liqda. Hali zo'r narsalarni o'rgatib qaysidir darajaga olib chiqib qo'ysa, o'qituvchiga o'ziga bir qanaqadir plus o'quvchi o'zi maza qiladi. Anaqalar deyiladi. Nechta bola ingliz tilini o'qitsanglar kerak? Ingliz tilini. Asosiysi ingliz tili. Qanaqadir B1, IELTSlar. Xo'sh, endi katta etaplarimiz bor, ular endi mana shu oxirgi aprel oyi topshirishadi. Kamida B1 chiqishadi ko'pida. B1. 15 tacha bola o'qiydi, hammasida B1 chiqadi xudo xolasa. Sizlar uni oddiy deb o'ylamanglar. Mayda kameraning orqasida turgan bolalar, menda shu narsa yo'q. To'g'risida, hali bu narsalarga erishish uchun faqat o'qish kerak, izlanish kerak. Yaxshi narsalarni tavsiya qilamiz. Shularni nima qilinglar? Akaga bugungi tashrif uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yo'q demay kelgani uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Va bizni kuzatib turgan obunachilar YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Like tugmasini bosib, kommentarda izohlarni banglatib kim olib kelaylik, mehmonlarni yozib qoldiringlar. Albatta mendan keyingisi kim bo'lsin deb. Bu akadan keyingisi kim bo'lsin, shuni yozsanglar, keyingi safar o'sha sizlar aytgan insonni chaqiramiz. Muxlislarimizga, bir kuzatuvchilarimizga iliq fikrlaringiz bo'lsa. Xo'sh. Avvalambor podkast uchun rahmat. Bu podkast iloji boricha manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Bundan keyingilari ham xalqimizga, umuman bizni tomosha qilayotgan barchaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Albatta ko'rib boring. O'quv markaziga ham obuna bo'lib qo'ying. Albatta, Instagram profillarini chiqarib qo'yapmiz. Obuna bo'linglar o'quv markaziga. Haqiqatan o'zimizdan tavsiya qilyapmiz. Mashina turgan hammasini olib kelaman. Mana shu yerdagilar, tashqarida ham bormi? O yoqda ham o'tirishdi. Hammasini olib kelaman. Mana shu aylasa berasiz mashlarga, mana hammasiga.
Xudo xolasa hammanglar obuna bo'lib, ikkalamizni ham kuzatishda davom etinglar. Keyingi safariga mehmonimizni yozib ketinglar. Hammanglarni keyingi podkastlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Xayr.